Prezident maktabida tushgan savol. Akrom, Sardor, Umid, Zaynab va Malika kinoteatrda film tomosha qilishmoqda. Ular bir qatorda o'tirishibdi. Umid Zaynabning ham, Malikaning ham yonida o'tiribdi. Malika Akromning ham, Umidning ham yonida o'tiribdi. Sardor Akromning yonida o'tiribdi. Bizga qo'yilgan savol, guruhning o'rtasida qaysi odam o'tiribdi? Demak, masalani yechish uchun birinchi qismidan boshlaymiz. Umid Zaynabning ham, Malikaning ham yonida o'tiribdi. Demak, Umid Zaynab va Malikaning yonida o'tirgan bo'lishi shart. Demak, Umid Zaynab va Malika. Xo'p, ikkinchi qismida Malika Akromning ham, Umidning ham yonida o'tiribdi. Demak, Umidning yonida o'tirgan bo'lsa, Malika Umid va Akromning yonida o'tirgan bo'lishi shart. Uchinchi qismida Sardor Akromning yonida o'tiribdi. Demak, Sardor Akromning yonida o'tirgan bo'lish uchun 5-o'rindiqda o'tirgan bo'lishi shart. Demak, qo'yilgan savolda guruhning o'rtasida qaysi odam o'tiribdi? Demak, guruhning o'rtasida Malika o'tiribdi. Demak, bizdagi javob D javob. Prezident maktablari va Al-Xorazmiy maktablarida tushgan savollar qiziqarli bo'lsa, bizlarni kuzatishda davom eting.